havoga zo'rman deya kirilmay inson hokimmassan suv va havoga go'dakliging eslab qo'ygil biri hech narsasiz kelding dunyoga go'dakliging eslab qo'y bir on hech narsasiz kelding dunyoga zo'rman deya kirilmay inson hokimmassan suv va havoga zo'rman deya kirilmay inson hokimmassan suv va havoga go'dakliging eslagin bir ona hech narsasiz kelding dunyoga go'dakliging eslagin bir on hech narsasiz kelding dunyoga olim yoki daho bo'lsang ham vaqtni ortga qaytarolmaysan daho bo'lsang ham vaqtni ortga qaytarolmaysan paymonasi kechir mikrofondan aytib paymonasi to'lgan odamning sen umriga yosh qo'sholmaysan shak shubhasiz tan olmoq kerak ko'p narsalar kelar qo'lingdan shak shubhasiz tan olmoq kerak ko'p narsalar kelar qo'lingdan biror ishda chorasiz qolsang biror ishda chorasiz qolsang ojizliging anglab qolasan zo'rman deya kirilmay inson hokimmassan suv va havoga go'dakliging eslagin bir ona hech narsasiz kelding dunyoga go'dakliging eslab ko'rgil biray hech narsasiz kelding dunyoga hech narsasiz kelding dunyoga hech narsasiz kelding dunyoga Malades. Men xursand bo'ldim nimaga?
bir 2 yil oldin shu to'yxonaga kelib shu qo'shiqni bir marta aytdim, o'zim bastalaganman, lekin mana bu shogirdim hozir yangi qo'shiqmi deyapti. Buni ham bilmayman. Shu to'yxonaga aytganman bir marta. Hozir shu sen o'zing qo'shilib aytganingga men xursand bo'ldim. Demak, o'sha YouTube'dan ko'ribmi, internetdan ko'rib yoqtirgan bo'lsang kerak. Malades. Seni sohang nima o'zi uka? Qiziqish, hobbi. Malades. Omadingni bersin. Malades.